Assalomu alaykum do'stlar, yangi video rolikdamiz. Eslatib o'tamiz. Soat 7:43, 8-aprel sanasi. Yandexlar buni yaxshi bilishadi. Bilmaganlar uchun eslatib qo'yamiz. Har soat ertalab, har soatning 20 ta kamiga yoki yarimtalikka, misol uchun 20 ta kam 8, 20 ta kam 7, 20 ta kam 9 mana shu paytda eng koeffitsient oshgan hisoblanadi. Bu shahar markazida emas, chetda. Qayerda ishlashingizdan qat'iy nazar, xoh Rossiyada, xoh viloyatda, xoh boshqa joyda, ahamiyatsiz, shahar markazidan sal chetroqda albatta koeffitsient maksimalni oshadi. Mana shu paytda zakaz olish juda ham muhim. Mana 27500 Yunusobod massiv minor. Bu har doim ham ro'y bermaydi. Faqat mana 20 ta kamda, 20 ta kam, 10 ta kam, oxiri o'sha 5 ta kam qolganda narxlar tushishni boshlaydi. Chunki mana shu paytda 8 da ishga boradiganlar, juda ham kechikayotganlar ko'p bo'ladi. Mana shu paytda o'sha kechikayotganlardan biri sizni zakaz qilishi, sizga buyurtma berishi mumkin bo'ladi. Biz esa sekin-astalik bilan yuramiz do'stlar. Birinchi zakazni boshladik. Xuddi mana shunaqa fishkalar bilan Yandex haydovchilari, umuman haydovchilar uchun manfaatli ma'lumotlar taqdim etib boramiz. Soat do'stlar 8:36. Xuddi shunaqa holat 40-daqiqa va biz keyingi zakazni amalga oshiramiz. Metan tugab qolgan ekan, xabarim yo'q, esimda yo'q. Kecha metan zapravkaga kirsam, kechga qolib ketdim. Soat taxminan 3 edi, 3 kechqurun edi. Metan zapravka yopiq. Mana shunaqasi ham bo'lib turadi. Hozir esa metanni zapravka qildik. 23000. 40-daqiqadagi zakaz mana shunaqa. Водитель здесь иногда перепутает. Смотрите, так, уступить всем и можно направо. Только на первых, на дублер можно, а прямо нельзя. Ha do'stlar, Farg'ona yo'li ko'chasi har doimgidek tirbandlik. Sababi tirbandlik borib toki o'sha mana qizil Najbardova. Chunki mana oldinda to'xtamasdan harakatlanish belgisi turibdi, stop. Ya'ni poyezd yo'li o'tgan, temir yo'l. Shuning uchun mana shu paytgacha, o'sha masofagacha yaxshigina probka har doim, har kuni mana shu chaspik payti, ishga shoshilayotgan payt seziladi. Biz esa o'ngga kirib, yangi namunali uylardan mijoz olamiz. Albatta probka bo'lishiga katta sabab mana shunaqa namunali uylardan bir nechtasini qurgan, lekin bu aholiga yarasha, meni fikrimcha yo'l qilinishi kerak yoki qo'shimcha yo'llar, shaharga olib boradigan, markazga olib boradigan yo'llar kam. Buncha aholiga nisbatan bunda qada domlar bor. Xuddi shunaqa biz ham demak shlagbaum yonida kutyapmiz. Shlagbaum biz uchun ochildi. Xo'sh, oldinda kimdir qo'lini ko'rsatyapti. Demak, biz yurishimiz kerak. Net, nito. Bekorga mana shu paytda signal chaldim. O'zimdan o'zim uyalib ketdim. Sababi kimdir dam olayotgan bo'lishi mumkin. Kimdir kechki smenada ishdan charchab kelgan bo'lishi mumkin. Men esa ularni uyg'otyapman. Chunki mana havoni issiqligi evaziga ko'pchilik derazani ochib qo'yadi. Shu paytda mana shu farosatim ishlamay qolgandan o'zim hozir uyalib ketyapman sizlarning yonlaringizda. Men ham bejizga signal chalmadim. Oldindagi klientim deb o'yladim, sababi u qo'lini ko'tardi. Akasi u qo'lini boshqa narsa uchun ko'targan ekan. Haydar Aliyev ko'chasidamiz. Keyingi zakazga boryapman. 7 daqiqalik yo'l. Klient meni kutarmikan? Bilmadim. Kutsa kutar, kutmasa koeffitsient bor. Yana mana shu joydan boshqa klient olishimiz ham mumkin. Davom etamiz do'stlar. Hozir shu zakazni tugatib, keyin o'tgan zakazlarni sarhisobini berishim mumkin. Necha daqiqada qancha kilometr yo'l bosib o'tdim. Mana komfort tarifida 11 daqiqada keltirib qo'ydim. 3 kilometrlik masofa 16000 so'm, undan 2600 minus qilgan, 13321 koshelokka tushgan. Hamyonga tushgan. Mana shunaqa. Bilasizlar, 22-23 daqiqa yo'lda bo'lganman, 5 kilometrlik masofa. Tasavvur qilyapsizmi? 5 kilometr masofani 23 daqiqada bosib o'tyapman. Viloyatdagilar 5 kilometrni siz 22-23 daqiqada bosib o'tmaysiz, kamida 10. Endi yana bilmadim tag'in. Balkim xato gapirayotgandirman. 32500 bo'lgan, shundan 5500 mingni minus qilib tashlagan.
Mana ko'p vaqt probkada qolib ketganman do'stlar. Shuning uchun probegim bir to'ldirsam 170 taga boradi xolos. No plus. Metanni nazarda tutyapman. Ko'z tegmasin, kecha ham 4900 chivi choychaqa kelgandi, bugun ham 4400 choychaqa hozir yuborishibdi. Rahmat. Mana shu safarimizni, xizmatimizni munosib baholayotganliklari uchun. Shohruh Kadirov yozgan ekanlar. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Savolim bor edi. Nexia 3 yili 2017 komfortda ishlasa bo'ladimi? Hozir shuni bilish uchun Yandex Pro'ni o'zini rasmiy sayti bor. Mana shu saytda berilgan. Bu hozir tariflarni, o'sha komfort tarifidagi avtomobillarni ro'yxat turibdi. Shu ro'yxatdan qidiramiz hozir. U nimada? Nexia'da, menimcha. Lanos, Malibu, Chevrolet 2019-yildan ekan. Agar sizda 2017-yildan bo'lsa, yo'q, qabul qilmas ekan. Faqat 2019-yildan bo'lsa, komfort tarifida qabul qiladi. 2017-yilgi hozirgi vaziyatda esa siz start tarifida bemalol ishlasangiz bo'ladi. Aeroportdaman do'stlar. Qo'nish joyini alohida tom qismi naves qilib, ya'ni soyabonda uzoq qurilishlar ketyapti xullas. O'zbegim turar joy majmuasidaman. Xo'p, klientimizni kutyapmiz. Mijozimizni ожиданиеda SMS yozib qoldirdim. Здравствуйте, жду вас возле ворот. Menimcha mana shular bo'lsa kerak. Yana bilmadim. Kazandan salom hammaga. Kazanda bizni tomosha qilayotganlarga, kuzatayotganlarga assalomu alaykum. Xo'sh, assalomu alaykum, ishingizga omad, nervsiz qilmang, arzimaydi. To'g'ri. Xo'p. Alloh rozi bo'lsin. Xo'p, rahmat. Yaxshi niyatlar bo'lgan men uchun. Sizlarga ham 2 hissa ko'pisini tilab qolaman. Tataristondan salom, ishlaringizga rivoj. Rahmat, Imron Safarov. Chotki gapiryapsiz ekan, juda xo'p, rahmat. Assalomu alaykum. RFni juda ko'p joyda faqat VPN bilan ko'riladi. Mana shu siyamobdi. Zakaz atmenyon, yaxshi emas. Men liniyada edimmi? Xo'p, mayli, kompensatsiya bo'ldi. 5000 rubl yozibdi. Aslida so'm. Shahar markazida aylanib qoldim do'stlar, shuning uchun patelam kelesi tomonga belgilab qo'ydim. Ko'ramiz. Qani qayerdan zakaz berar ekan. Mana Yunusobod 12-mavzega berdi. Zo'r. Havo isigan sari kechki sayr sezoni mavsumi boshlandi. Shuning uchun mana shunaqa muzqaymoq, popkornlar, makkajo'xori, plus shunaqa kichik bizneslarning savdosi yurisha boshlaydi. Kech tushib boryapti. Soat 17:59, soat 18. Xo'sh, 8-aprel. Bugun 34 daraja issiq havoni kuzatdik do'stlar. 34 daraja. Kecha 31 edi, bugun 34 ga chiqdi. 151 kilometrlik masofamiz bosib o'tildi zapravkamizdan keyin. Hozir zapravka qilib olishim kerak. Qilmasam ham bo'ladi, lekin chaspik boshlandi. Soat nechigacha ishlashimni bilaman. Mabodo chaspikda uzoq vaqt probkada tushib qolsak, bu tugab qolishi mumkin. Shuning uchun vaqtliroq zapravka qilib chiqib ketamiz, xudo xolasa. Chivi choychaqa yuborishgan ekan, 4800 rahmat. Xo'p, qarang. Umumiy zakaz 48000, undan 8000 ayrib tashlangan, 44000 qolgan. Xo'sh, komfort tarifida 14 kilometr 30 daqiqada bosib o'tganmiz. Beznal va shunaqa ko'rsatkich. Oxirgi zakazlardan bir nechtasini taqdim etaman do'stlar. Mana 32000 ga umumiy summa, bundan 5395 so'm ayirib tashalgan. 26600 qolgan. Tarif komfort. Xo'sh, masofa safar 16 daqiqa 47 sekund davom etgan, 7 kilometrlik masofa. Mana shunaqa ko'rsatkich. 16:42 da amalga oshirilgan navbatdagi zakaz 37500, 6300 so'm spor olingan. Mana bundan 2-3 taksopark hamda Yandexning o'zining
komissiyasi va xo'p 4 kilometrlik masofa 15 daqiqada bosib o'tilgan komfort tarifda. Hozircha hisobimizda 20 ta zakaz bor. Lekin mana bu nomardlik qildi do'stlar. 4000 Через 600 метров поверните налево, а затем поверните 32.508 направо. ball. Bu esa menga 4000 bilan zakaz berdi. Mana qizil. Mana 8 ball probka do'stlar. Mana Toshkent markazi qip-qizil rangga bo'yalgan. Nachora ishlaymiz. Navbatdagi klientni keltirib qo'ydim do'stlar. Xo'p, soat 18:56. Men esa mana ko'rib turganingizdek damoy uyni tanladim. Soat 7 uygacha taxminan 1 soatda zakazlar bilan borsam kerak. Shuning uchun uyni belgilab qo'ydim. Xo'sh, mana bu kommentariyaga e'tibor qaratadigan bo'lsak, aka kreditga mashina olib Yandexda ishlab to'lab bilamanmi? Deylik Cobalt oylik to'lovi 4 million ekan. 4 yilga shunga olsammi? Boshqa ish bo'lmayapti, bosh qotib turibdi. Va ikkita javob ham bor ekan, fikr yozib qoldirilgan ekan. Uzbek 3501 xato fikr juda qiyin va Xurshida Isirganova olmang xato qilasiz deb. Mana shu ikki inson juda to'g'ri aytishgan. Men ham keyingisiga yozsam olmang xato qilasiz deb yozgan bo'lar edim. Sababi agar Yandex kreditga qoplaganida men allaqachon hali hisob kitob qilib yo Malibu 2 yo K5. Mana shu mashinam bor, qo'limda ozmuncha pulim bor. Shuni berib, misol uchun kreditga, lekin do'stlar, ishonch yo'q. Sababi istalgan paytda metanga cheklov qo'yilishi mumkin yoki elektromobil olaman desam, unda mana o'zlaringiz ko'rib turibsizlar, har kuni yangi qonunlar, qarorlar. Farg'ona yo'li 77A. Xolos shunaqa, agarda buni imkoni bo'lganda kreditga mashina olib ishlab topish, kreditni yopishga ko'zim yetganida men allaqachon yo mana bu Cobaltda emas, obzorni hozir sizlar bilan Malibu 2da yoki K5da biznes tarifida qilgan bo'lar edim. Menimcha ko'pchilik buni tushundi. Bu meni shaxsiy fikrim. Qolganlar qanaqa fikrda yana bilmadim. Kommentariyada bemalol yozishlaringiz mumkin. Chunki bunaqa fikrda o'ylayotganlar juda ko'p. Menda ham bu fikr bo'lgan. Ya'ni kreditga mashina olib Yandex orqali uni misol 4 yilda yoki 5 yilda to'lash. Do'stlar, soat 19:36. Shu zakazning oyog'i juda og'ir keldi. Asosiy yo'l probka tirbandlik bo'lganligi sababli bizga yo'nalishni mahalla ich bo'ylab berdi, tavsiya qildi. 7 minut tezroq yetib borasan degan ma'noda. Va men mahalla ichi bilan kelsam, do'stlar, har 20 metrda, har 10 metrda bitta sun'iy yo'l noteksligi, lijayshi politsiyskiy. Bunga sabab shu hammamiz o'zimiz haydovchilar uchib yurganligi sababli yo'l tekis bo'lsa, uchib yurganda bolalarga zarar yetmasin degan ma'noda shunaqa qilib qo'yishgan. Ha do'stlar, shunaqa. Do'stlar, Toshkentda 7 ballik probka bo'lgan paytda biz boshqa viloyatlarga nazar soladigan bo'lsak, Samarqandda 6 ballik probka. Mana shahar markazi sekin asta ochilib boryapti. Shunaqa ko'rsatkich, yuqori koeffitsient darajasi 25500 ekan Samarqandda. Buxoroda qanaqa? Buxoroda ham necha ball probka? Mana shu joyda probkani ko'rsatish kerak edi. Yo'q, bu necha ballik probkaligini bilmaymiz. Yuqori koeffitsient darajasi 25500 mana Buxoroda. Mana shu. Xo'sh, Nukusda yo'q. Bor ekan, mana bor ekan. Yuqori koeffitsient darajasi 26000 aeroport tomonlarida, Nukus markazida. Faqat probkani ballini ko'rsatmayapti. Menimcha deyarli probka yo'q. Mana sariq, sal-pal qizg'ish joylar bor. O'zbekistonning vodiy tomonini baribir ko'rish kerak. Farg'ona. Mana Farg'onada 26000 yuqori koeffitsient darajasi. Xo'p. Namanganda 26000 koeffitsient darajasi, 6 ballik probka kuzatilyapti. Mana G'ayrat, Yakatut, Ne'matjon.
Xo'p, aeroport tomonlarda yaxshigina menimcha reys bor hozir. Aeroportda hamma kutyapti. Xo'sh, bu yoq Marg'ilon, Farg'ona ko'rdik. Rishton, Qo'qon. Qo'qonda nima gaplar mana? Яндекс, таксист, да? Типа... Да, здравствуйте. Да, сейчас я уезжаю. Да не, я хотел, карточку проверил, я не думал, что это такси. А, Карточку проверил, заблокировано, не хватает меня, лекарства, 4000. Понятно. Да, сейчас нету денег же. O'zimiz zo'rg'a yuribmiz oyoqda. Brat, qayoqda pul? Taksichidan ham pul so'raydimi? Men naborot ber taksichiga. Ma uka, qiynalib yuribsan. Mashinangni u yoq bu yog'ini qilib olgan deb. Hazil. Smenaga yakun yasaymiz. Hozirgina uyga keldim. 20:47 soat. Sarhisobga ko'ra taxminan 11 soat liniyada bo'lganmiz. 250 kilometrlik masofa, bu degani 100 mingdan sal oshiqroq gazga ketgan. 100 ming o'zimizni kunlik xarajat deb hisoblaydigan bo'lsak, kun davomida 24 ta zakaz qilganmiz. 606 ming. Bundan 200 mingni ayirsak, 210 mingdan keling, mana shu 6 deylik, taxminan 210 mingni ayirsak 400 ming biz ishlab topgan ekanmiz 11 soat vaqt davomida. Mana shunaqa ko'rsatkich do'stlar. Bir necha savollar kelgan, o'sha savollarga ham javob berib o'tay. Oxirgi video roligimizni mana 39 daqiqa oldin yozgan ekanlar. Botir Zaynudinov. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Gazing nechinchi pokoleniya, bir necha kilometr yurasiz bir zapravka bilan? Xo'sh, 4-pokoleniya bir zapravka bilan Toshkentda probkada 170 plus 180 gacha boradi, 200 ga bormaydi. Trassada 330 yuraman. Xo'p. To'rayev Nasriddin aka. Uka, halolidan bersin, Allohimning panohida bo'ling. Men 30 yil avtobus haydab pensiyaga chiqqanman. Boringizga shukr. Shofyorlikning nonini yeyish juda qiyin, hushyor bo'ling, omadingizni bersin. Qarshidan. To'rayev Nasriddin aka. Nasriddin aka, umringiz uzoq bo'lsin. Topganingizga Xudo baraka bersin. Boringizga shukr. Qoyil. Haqiqatan ham avtobus, menda ham D kategoriya bor. Avtobusni bir necha marta haydab ko'rganman. Ayniqsa Toshkentda avtobus haydash, oho, xohlagani kelib tiqiladi. Juda ham mushkul haqiqatan ham. Xo'p, assalomu alaykum. Nega sizda bonus 2 ta beradi? Menda brend uchun beradi, lekin qo'shimchasi yo'q. Parkka bog'liqmi? Ravshan Kenjayev. Yo'q. Ravshan Kenjayev bilmadim nimaga bog'liq, lekin shunaqa berib turadi. Endi Yandex har bir haydovchiga individual yondashadi, har biriga alohida yondashadi. Menda ham har doim emas. Mana endi ketma-ket 2 marta berdi, orada bir haftalik pauza bilan. Bundan oldin 2-3 oygacha menga umuman qo'shimcha bunaqa bonusli bergani yo'q, brenddan tashqari. Ravshan Kenjayev. Shunaqa endi buni kayfiyatiga bog'liq. Ikromjon Homidxonov an'anaviy savolni beribdilar. Aka, realni bir kunda qancha pul topsa bo'ladi Yandexda ishlab? Javob uchun oldindan rahmat. Endi bu har xil faktorlarga bog'liq. Men bundan oldingi videolarda ham aytib o'tganman. Hozir ham aytaman. Men sizni bilmayman, qanchalik bilim darajangizga ega, qoidalarga qanchalik rioya qilasiz. Men hozir sizga 300 ming topasiz desam, siz yo'lga chiqqaningizdan keyin 5 ta radarga tushsangiz, astag'firulloh, Xudo ko'rsatmasin, u topgan pulingizni hali pul ishlash o'rniga sizni kuningiz faqat shtrafni to'ldirish va shtrafni qanday qilib pulini ussam ekan degan fikrda bo'lasiz. Mashinaga bog'liq, mashinani qanchalik texnik soz jihatdan komfort yoki startda ekanligi, sizni qiynamasligi, keyin toplivaga ham bog'liq. Topliva qanaqa, yo'l, sabringiz, asabingizga bog'liq. Bir kunlik ish emas. Orada kimdir yozgan ekan, aka iltimos, iloji bo'lsa bir kunda biznes sarfiga chiqib ishlab ko'rsangiz deb. Bir kunda biznesda qancha pul topishni aniqlash juda mushkul. Buni kamida bir oy maksimalda ishlash kerak, kunduzi ishlash kerak, kechasi ishlash kerak. Kunning yarmidan 12dan 12gacha, abed 12dan boshlab 12 kechqurungacha yoki teskarisi 12 kechqurundan 12 abedgacha mana shunaqa ishlab ispitani qilib, sinovdan o'tkazib, keyin aniqlash mumkin. Bu ham hammasi
Taksi do'stlar sizda stabilniy pul emas. Qaysi ma'noda? Buni ham sezoni bor, mavsumi bor. Mana misol uchun yanvar oyida savdo o'ladi. Qurilishda yoki boshqasida asosan oziq-ovqat mahsulotlarini sotib olishadi. Qurilish mahsulotlarini sotib olishda o'sha paytda sezon o'lgan hisoblanadi, o'lik sezon hisoblanadi. Pul topish kerak. Mashinasi borlar Yandexni yoqib, bola chaqani boqish uchun o'sha paytda Yandexga chiqishadi. Tasavvur qiling, u paytda bitta ariqdan ilgari misol 100 kishi suv ichgan bo'lsa, endi hozir 1000 kishi suv ichadi. O'sha paytda avtomatik o'lib qoladi. Hozir ayni damda misol mana issiq kunlar boshlandi, hamma ko'chada mana Yandexdan tashqari boshqa ish bilan shug'ullanadigan insonlarning ishi yurishib qoldi. Shuni evaziga doimiy kirada yuradigan odamlarni salgina kosasi oqarishni boshladi. U ham agar bir ikkita radarlarga tushib yoki yangi qopqonlarga tushib qolsa, bo'ldi, o'sha topgani ham ketdi. Shunaqa. Shuning uchun bittada javob berish juda qiyin bu narsaga. Xarajat ham bor. Sizning daromadingiz qanchalik oshib borgani sayin, xarajatingiz ham shuncha. Mana misol kecha men 170 km yoki nari beri 180 km yurgan bo'lsam, mana bugun 250 km yurdim. Kecha 80 mingga metan gaz yoqqan bo'lsam, bugun 100 mingdan oshiqroq o'sha gaz hisob-kitoblarga qarasam. Xuddi shunaqa. Bitta so'z bilan aytish qiyinroq, mushkulroq. Va endi hammani topganiga Xudo baraka bersin. Qaysi sohada faoliyat yuritishimizdan qat'iy nazar, Xudo barakasini bersin, halol rizqidan bolalarni, farzandlarini orzu-havasini qilish hammaga ilohim nasib etsin. Haloldan buyursin, eng asosiysi. E'tiboringiz uchun rahmat do'stlar. Uzoq gapirgan bo'lsam ming bor uzr, foydali bo'ldi degan umiddaman. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang do'stlar. Keyingi videorolikda Xudo xolasa inshaalloh yorug' yuzda yana didorlashamiz, manfaatli ma'lumotlarni sizga taqdim etishda davom etamiz.